Prezidentimiz qarori bilan tasdiqlangan taraqqiyot va yetakchilik maskani dasturi doirasida Surxondaryo viloyatining Muzrabot, Qiziriq va Denov tumanlarida Yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman konsepsiyasi amalga oshirilmoqda. Viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov mazkur dastur ijrosini Qiziriq tumanida o'rgandi. Dastlab Takiya mahallasidagi avvalgi tashriflar davomida berilgan topshiriqlar ijrosi ko'zdan kechirildi. Mahallada joylashgan Takiya ota ziyoratgohida tashrif buyuruvchilar uchun qulay sharoitlar yaratilib, hududning arxitekturaviy qiyofasi yaxshilanmoqda. Shundan so'ng og'ir toifadagi hudud sifatida tanlab olingan hamda Jahon banki mablag'lari doirasida infratuzilmasi yaxshilanayotgan Yangi Kent mahallasida amalga oshirilayotgan ishlar o'rganildi. Mahallada piyodalar yo'laklari qurish, hudud qiyofasini zamonaviy ko'rinishga keltirish, aholining tomorqadan samarali foydalanishi uchun zarur sharoitlar yaratish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, mahalla hududidan o'tuvchi va tuman markaziga olib boruvchi avtomobil yo'lidagi kollektorlarni zamonaviy yopiq drenaj tizimiga o'tkazish hamda hosil bo'lgan maydonlarda tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirish ishlari ko'zdan kechirildi. Viloyat rahbari loyihalarni amalga oshirish bilan birga unumdor tuproq bilan to'ldirilgan yashil hududlar tashkil etish, xizmat ko'rsatish sifati va aholi uchun qulay muhitni yaxshilash bo'yicha tegishli vazifalarni belgilab berdi. Mas'ullarga Yangi Kent mahallasidagi ishlarni joriy oy yakuniga qadar to'liq yakunlash topshirildi. Shundan so'ng Robotak mahallasida joylashgan Qiziriq dehqon va oziq-ovqat bozorida olib borilayotgan qurilish ta'mirlash ishlari ko'zdan kechirildi. Shu yerning o'zida mahallada xavfsiz mahalla tizimini joriy etish ishlari yuzasidan mas'ullar axborot berdi. Unga ko'ra, bozor va boshqa gavjum hududlarga kuzatuv kameralari o'rnatish, ularni situatsion markazga ulash hamda aholi uchun xavfsiz va qulay muhit yaratish bo'yicha loyihalar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, tumanda Yangi O'zbekiston massivini barpo etish, hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari ijrosi ham ko'rib chiqildi. Mas'ullarning axboroti tinglanib, taqdimotlar bilan tanishildi. Tashrif yakunida Humoyudin Business Class Service mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan amalga oshirilayotgan zamonaviy savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalari qurilishi bilan tanishildi. Mazkur loyiha Istara dehqon va chorvachilik bozori yonidagi kollektorlarni zamonaviy yopiq drenaj tizimiga o'tkazish orqali hosil bo'lgan maydonlarda amalga oshirilmoqda. Bu esa yer resurslaridan samarali foydalanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda iqtisodiy samarador loyihalarni yo'lga qo'yish imkonini bermoqda.